Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bilamizki, ba'zi bir o'quvchilar readinglarda kontekstlarni tushunishda juda ham katta qiyinchiliklarga duch keladi. Buning asosiy sabablaridan bittasi daraja yetishmasligi, ikkinchisi grammatikani yaxshi bilmasligi hisoblanadi. Demak, darajasi yetmaydi yoki elementary, pre-intermediate levelda qolib ketgan bo'ladi. Xo'p, o'zi darajasi upper intermediate o'qiyotgan bo'lsa ham lekin baribir readinglarni berganda kontekstdan ma'no chiqarishni bilmaydi. Hali to get the gist of the text, shu tekstning ma'nosini anglab yetmaydi. Bu narsa ko'p uchraydi. Hatto advanced levelda bitirgan o'quvchilarda ham bu narsa kuzatilishi mumkin. Meni bu o'quvchilarga beradigan tavsiyalarimdan eng asosiysi shoshilmasdan va berilgan qisqa short passage'larda birma-bir o'qib chiqayotganingizda har bitta kelayotgan yangi so'zni tagiga highlight qilib olgan holatda va erinmasdan daftarni ochib qanday mavzuligini ko'rib olgan holatda tarjimasini birma-bir yozib chiqamiz. Endi aytishingiz mumkin, bu tarjima qiladigan bo'lsak, bitta so'zni ma'nosi ko'p bo'ladi, albatta ko'p bo'ladi, lekin sizdan talab qilinadigan narsa birinchi title, read the title and try to imagine the title, the topic. Topicni o'zini tasavvur qilib olamiz, nima haqdaligini. Then based on the meaning of the title, based on the meaning of this given text or let's say sentence, we have to write down the correct meaning from dictionary. Lug'atdan to'g'risini yozib olamiz. Va birdaniga aytaylik 1000 ta so'zlik yoki 2000 ta so'zlik reading qilmasdan 200 ta 250 ta so'zlik passage'larni o'qib chiqib bitta so'zlarni yozamiz va erinmasdan yodlagan holatda keyin passagega qaytamiz va tarjima qilamiz va shu yerda kelayotgan eng qiyin grammatikalarni ko'rib olamiz. Qaysi grammatika siz qiynalyapsiz va shu grammatikani aytaylik circle yumaloq qilib olganingizdan keyin o'qituvchidan so'raysiz yoki bo'lmasa ChatGPTdan yoki shu YouTube'larda agar shu nomini yozadigan bo'lsangiz sizga tayyor chiqarib beradi va bu narsani bir marta yoki ikki marta qilmaysiz. Bu so'zlarni yodlab, passage'larda har safar yangi reading olayotganda, yangi passage olayotganda 100 ta so'z qo'shib keltiriladi. Bu degani 100 ta so'z degani birinchi safarga 150 ta o'qigan bo'lsangiz, ikkinchi safariga 200 ta, uchinchi safar 300 ta, shunday qilib 1000-1500 ta kunlik odatga aylantirib olsangiz, albatta bu sizga juda ham foyda bo'ladi va sizga tez daily habitga aylanib qoladi. Agar video yoqqan bo'lsa, don't forget to subscribe my channel.